Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Beknazarman. Ha, tanidim aka. Yaxshimisiz? Kechirasizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, siz yaxshimisiz? Bo'ladi. Murojaatim bor. Bizni aldadi. Turkiyadan, O'zbekistondan kelgan kelinlar bir kun, 2 kun yashab qaytib ketdi. Buni o'rtaga qoldirib ketdi degandek bo'luvdingiz. To'g'ri, kimga murojaat qilishni bilmadim. 1,5 yil bo'ldi men Turkiyaga turmushga chiqqanman. O'zingiz-a? Ha, o'zim turmushga chiqqanman Turkiyaga. 8 oy, 9 oylik bolam bor. Bu yerda bitta Spartada yashaydigan bitta o'zbek qiz bor, namanganlik. Barira degan. Kim? Barira. Ismi shunaqa. Ha, ismi shunaqa Barira. Onasi ham, o'zi qizni onasi ham shu yerda yurgan. Biz onasini yaxshi tanirdik. Ya'ni biz ayni bir joydan bo'lganimiz uchun bizni qarindoshlarimiz qiz so'rashdi. Turk qarindoshlaringiz, eringizni qarindoshlari. Turk qarindoshlar, erim qarindoshlari, turk qarindoshlari qiz so'rashdi. Men aytdimki, bizda qiz yo'q qarindoshlar ichida. Men so'rab ko'raman dedim. Men bu qizga aytdimki, Barira opa, ishonchli qiz bo'lsa, bizga toping dedim. Bu qizni kim uchun so'radingiz siz? Qaynukangizgami? Qaynukamga, keyin erimni jiyanlari bor edi, ular uchun so'radim. Bu Barira opa deganingiz namanganlik opa Turkiyada o'sha siz bilan bitta mahallada yashaydimi? Turkiyada yashayotgan joyingizda? Yo'q, men yashayotgan joyda emas, Ispartada yashaydi. Ispartada. U ayolni siz qayerdan tanib qolgansiz? Shu orqali turmushga chiqqanmisiz yo o'zingizda? Yo'q, men ular orqali turmushga chiqmaganman. Onalari biz tomonda, ya'ni erimni yaqinda, mayli mahallada edik onalari bilan. O'sha orqali taniganman. Keyin? Xullas, keyin qiz topishdi. Men qarindoshlariga ko'rsatdim. Pul so'rashdi. O'rtacha pullari bor. Arada 2-3 ta xotirlar bor. O'rtacha. Pulni kim so'radi sizdan? Barira opami yoki O'zbekistondagilarmi? O'zbekistondagilar ham so'rashdi, bu yerdagi Barira opa ham so'radi. Ya'ni Barira opa shunaqa ishlar qilib yurar ekanmi o'zi? Ha, 2 yil oldin televizorga ham chiqqan ekan, ya'ni Turkiyada. Keyin sizda bu qizlarning rasmi bormi? Menga buni misol uchun bundan oldingi holatda. Menda bola bilan ko'rishgan rasmlari bor, video vizitda. Keyin nima bo'ldi? Ayting chiqing. Keyin men uyimdagi dada yangamni jo'natdim. Bitta qiz topishdi xullas. 21 yosh deyishdi. Uyga odam jo'natdi. U qiz 7-sinf qiz chiqdi. Qaysi viloyatdan ekan u qiz? Andijon viloyatidan. O'rtachisini pasportlargacha bor. Keyin 7-sinf chiqdi u qiz. U qiz atmay bo'ldimi keyin? Ha, u qiz atmay bo'ldi. Keyin boshqa qiz topishdi. Boshqa qizi ham $3000 pul olishdi, u qiz ham yo'q. O'rtada bitta xotin bor. U xotinning pasportlargacha bor. U qiz keldimi? U qizning rasmlari bormi sizda? Yo'q, hech qaysisi kelmadi. Keyin meni qaynimga o'zini singlisini berdi. Bu qiz Barira. O'zining singlisini. Radnoy singlisini. O'zining singlisini berdi. Meni singlim emas dedi. Ya'ni boshqa otadan bo'lgani uchun meni singlim emas dedi. U qiz bir hafta yashatdi. Nima deb tushuntirsam bo'ladi? Erim xolasini o'g'liga tegdi. U qiz pullarini oldi, tillalarni oldi, kiyim-kechaklarni qildirdi. U qiz ketib bordi O'zbekistonga. Sabab nima ketishiga? Sabab yo'q. Sizda uning rasmlari bormi? Bir hafta yashagan qizni ham? Hamma qiz rasmi bor, pul jo'natganlarimizdagi kontlari hammasi bor. Hozir keyin nima bo'ldi? Men bir haftadan keyin O'zbekistonda to'y qilmadingiz, faqat Turkiyada qilgansizlar-da, to'g'rimi? Turkiyada to'y qildik. Imom nikohini yopdi, zaks qildirmadi.
Xullas kalom hamma qizni ko'rishtirdik, pulni olishdi. Xullas kalom hamma narsadan cho'nilab tashlashdi. Topolmayapmiz. Hozir Kimga murojaat? Baryer opani ustidan polisga shikoyat qilmaysizmi Turkiyada, Ispartada? Hozir shikoyat qilsak, sanga bo'ladi deb ana qilishdi, meni qoldirishdi. Nega sizga bo'ladi? Ya'ni Siz eng such sanga keladi deyishdi. Yo'q, siz qanday suchli bo'lasiz? Siz bular qiz topib beryapti. Bular mashinaliklik yo'lida bu hozir firibgarlik kelyapti-da, bir hafta yashagan ketish sababi yo'q, shunchaki ketaveryapti bo'ldi. Yo'q, O'zbekistonda yolg'ondan telefon kelgan, kuyov oldida. Uni birinchi turmushidan bitta qizi bor, u qizni. Ering sudga beribdi bolani ko'rmaganiga, tez yetib kelarkansan deya telefon kelgan. U qiz bir kunning ichida bilet olib ketib yuborgan. Hozir jami qanchaga tushirdi sizni bu Baryer opa? Hammasi shu Baryer opa orqali bo'lyapti, to'g'rimi? Ha. Ularni boshi o'sha. Jami qanchaga tushdingiz hozir? Misol uchun o'sha dekontlaringiz bor, xarajat jami qanchaga tushdi? Pashta 12 ming, 10 mingga yaqin pul bor. 12 ming, 10 ming dollar atrofida pul tushgan. Hozir sizga nima deyapti? Erini qarindosh pul topib ber, yo bular topib ber deyapti. Ular nima deyapti? Ular ham shikoyat qilmayaptimi? Mana qarindoshlarim hammasi bizni yomon ko'rishyapti. Pulni qani? Pulni nimaga topib bermabsan? Bizdan so'rashyapti o'zi aslida-da. Biz kimga murojaat qilishni bilmadik. Xo'p, siz bunday qilsangiz bo'ladi. Deylik o'sha bu kelib ketgan qiz bor-ku, bir hafta yashab qochib ketgan qiz. Ha? O'shani ustidan kuyov bola bilan birgalikda polisga bizni do'landirdi. Keldi, shuncha qildik. Biz bu qizni mana Baryer orqali topgandik deb. Bu qizni misol uchun shu Baryer opangizni O'zbekistonda mahkamasi, Turkiyada ham mahkamasi bo'lsa, bu safar qattiqroq oladi-da. Televiziyaga chiqqan deyapsiz-ku, demak oldin ham odamlar aldagan. To'g'rimi? Oldindan oldigan ekan, ha. Hozir men bu gaplashganimizni zapis qilyapman, YouTube'ga qo'yaman. Chunki o'tgan safar qo'ydim-ku YouTube'ga. Menga rosa ko'p odam yozdi, bizni ham aldagan deb. Men endi sekin hammasiga telefon qilib chiqyapman. Men siz bilan ham 20 kun, 30 kun bo'ldi. Men sizga telefon qilaman deganiga endi telefon qilyapman. Hammasiga bir chekkadan telefon qilib chiqyapman. Endi men bu yerda hech kimning pasportini yo rasmini ko'rsatmoqchi emasman. Ular o'zlari ko'rsa, o'zlaridan bilib sharmanda bo'lishdan qo'rqib, deylik balki pullarni qaytarib berar degan bo'lyapman. Yoki bundan keyin sizga o'xshab aldanib qolmasin degan maqsadda. U qiz umuman beti yo'q. Ya'ni biz agar beti bo'lganda xullas pulni qaytarib bergan bo'lardi. Yolg'ondan mana qilmasdi. Bir hafta yashab ketgan kelinni aytyapsizmi siz? Bir hafta kelin aytdi, uni ham keyin u qizlar ham kelaman deb kelmagani ham yo'q deyishdi. Men o'rtachilarga yozdim, qiz qani ekan deb. O'rtachilar ham mana hozir men bu yoqdaman, men u yoqdaman deb cho'niga tiqib qo'ygan meni. Siz hozir menga bunday tashlab bera olasizmi o'sha rasmlarni? Chunki hozir menga 2 kishi tashlab bergan rasmlar bor. Bitta qiz hammani o'sha qizlarda rasmi bor-ku, 10 ta 15 ta qizni har xil rasmlarini tashlaydi. 5 ta qizni har xil rasmlarini tashlaydi. Hozir ikkita ayolga bitta xotin o'sha bir xil qizlarni tashlab beryapti rasmini. Balki sizga ham o'sha qizlarning rasmi kelgandir deb o'ylayapman. Balkim bo'lishi mumkin-da. Men mana bayramdan keyin O'zbekistonga ketmoqchiman. O'zbekistonga ketmoqchiman men, chunki bu yerda hal qiladigan ish, bu yerda xalqi bo'lmayapti-da umuman. O'zbekistonga ketsam O'zbekistonni hal qila olaymanmi? Sizda Turkiyada yashash ruxsatnomalaringiz bormi? Ha, menda dokumentlarim bor. Sizda dokumentlaringiz bo'lsa, siz Turkiyadan shikoyat qilishingiz kerak. Turkiyada sizda aldagan odam, Baryer opalaringizni boshqalarni shikoyat qilishingiz kerak. Firibgarlik yo'li bilan shunaqa bo'ldi deb. Hozir O'zbekistonga kelib turib bunaqa narsani aytsangiz, u aytishi mumkin. Bir hafta yashagan kelib, men bordim, yashadim, menga ta'zir qildi, meni zo'rladi, tudim deb vaziyatda chiqib ketishi mumkin. Yo'q, chunki ta'zir qilolmaydi. Chunki u bola unaqa bo'lamasdi, chunki yo'q, unaqa bo'lmaganda ham bizda O'zbekistonlikisini ham sirot olib kelib qamab qo'ymaydi-da. Pulni sizni nomingizdan chiqmagan-ku, pul siz nomingizdan chiqqanmi? Yo'q, men nomimdan chiqqan, turmush o'rtog'im nomidan chiqqan, keyin ana shunaqa joy bor-da. Turkiya
Turkiya vatandoshi orqali pul chiqarilgan. Keyin o'rtada bitta pulni oldi berdi qilgan bola bor. Yo'q, har ehtimolga qarshi men o'sha kimni nomiga pul chiqargan bo'lsanglar, mana hozir Turkiyada sizning nomingizdan chiqqanmi, turmush o'rtog'ingizning nomidan, boshqa turk nomidan chiqqanmi, kimni nomiga chiqqan bo'lsa, karakolga borib, o'sha pasportga chiqargansizlar-ku, o'sha pasport seriyalarini, pasport rasmlarini berib, mana shu bizni do'lantirdi deb ariza yozib qo'ysanglar, tashlab qo'ysanglar. U qachonda Turkiyaga kelsa, qaytib deport qiladi yo deportatsiya markaziga olib ketib qoladi, ko'chada ushlab olib. Yana kelib ketib yura olmaydi odamlar aldab, tushunyapsizmi? Siz hozir shunaqa qilib qo'yishingiz kerak, shart hozir. Kechikmasdan. Chunki men bu yerdan shikoyat qilsam, menga problema Yo'q, chiqmaydi. yo'q, sizga nega problema chiqadi? Birinchidan hisob pul sizning hisobingizdan chiqmagan yoki erish anaqa qilsin, yozsin, o'tirib chiroyli qilib. Polisga bordi, polis tanishi. Siz shaxsan pul bermagansiz u. Chunki bu yerda bitta turk bola bor, Izmirli, o'sha O'zbekistonga pul jo'natar ekan. Bular o'sha bola orqali pulni oldi. O'zbek-a u ham Izmirdagi? Yo'q, turk. Turk. Osman turkmi degan bor. U sherigimikin yoki? Bilmadim. Xullas kalom biz pul jo'natdik. Erim aytdiki, oxirgi marta pulni jo'natamiz dedi. Pul jo'natayotganda emonat deya yozdi. U bolaga jo'natdi. U bola pulni qaytadan jo'natdi-da, menga bunaqa yozmasin dedi. Unda o'sha turkni hozir demak O'zbekistondagi odamlarning pasportiga birontasiga pul chiqarmagansizlarmi sizlar? Chiqarilgan, o'sha bola orqali chiqarilgan. Yo'q, o'sha bola orqali chiqarilgan bo'lsa, sizda hozir qo'lingizdagi dekontlarda o'zbekistonlik odamning ism familiyasi yo'q-da, to'g'rimi? Yo'q, o'zbekistonliklar ham bor. Yarmisiniki o'zbekistonlik. Mana bir hafta yashab ketgan qizniki o'sha bola orqali chiqarilgan. Qani o'shalarni hammasini tashlang. Men bu yerda misol uchun kim bilan maslahat qilib ko'raman? Konsul bilan, meni konsulxonalarga telefon bor, telefon qilib ko'raman. Ya'ni bunday holatda qayerda? Meni bilganim Turkiya qonunchiligidan, O'zbekiston qonunchiligidan ham kim jabrlangan bo'lsa bundan o'sha yozish kerak. Mana O'zbekistonda ham men birikta ishlar bo'yicha meni nomimdan soxta bilet sotganlar bor, meni nomimdan shirkatman deb pul olganlar bor. Shularni ustidan shikoyat qilib bordim. Mana shu firibgar, mana Telegram ochgan deb polisga o'zimizda 102 qilib borsam, 102dagilar aytdiki, jabr ko'rgan kim dedi. Jabr ko'rgan palonchi kelinchak $500 pulni bergan desam, jabr kelgan kelib ariza yozsin. Siz tashlamagansiz-ku, xo'p, men nomimdan soxta qilyapti-ku desam, lekin siz moddiy zarar ko'rganingiz yo'q-ku. Kim moddiy zarar ko'rgan bo'lsa kelib yozsin. Yoki o'sha kelinchak kelib sizni ustingizdan yozsin, siz kelib men emasman deb yozib bering, keyin biz bu odamni ustidan aniqlamiz dedi. U qizni xotinga aytsam, men qachon O'zbekistonga borsam ariza yozaman Beknazar aka. Rahmat sizga dedi. Men shu 102ga borib, yonida telefon qildim. Siz kelib yozishingiz kerak men yerda. Men xuddi shunday, siz hozir jabr ko'rgan emassiz-da, siz pul bermagansiz. Siz o'rtaga tushdingiz, bunday qildingiz, bunday qildingiz, o'zi eng katta xato. Mana hozir YouTube'da ham aytaman. Birovga misol uchun o'sha o'rtaga tushib turmush o'rtoq topib berish eng katta xatolardan biri. Haqiqiy mashinik emas. O'zingizni qarindoshingizni olib kelib bu o'zbek turk qarindoshingizga berganingizda ham bir-biriga yoqmay qolsa, bir-biriga tushmay qolsa, xarakteri tushmasa, moslasha olmasa, yana siz xijolat bo'lib qolasiz-da. O'sha to'g'ri. Bundan bir-birini tanishib, gaplashib, ishxonasida gaplashib, u o'sha bo'lsa, u boshqa gap. Lekin g'irt begona odam olib kelib menga qo'yganingizdan keyin odamlar O'zbekistonda ikkita o'zbek bir-birini madaniyatini, tilini bilib turib, janjallashib, bir haftada ajrashib ketgan qancha o'zbek bor. Yilda 200 ming, 300 ming o'zbek ajrashyapti. Endi biz bu yerdan o'sha bariyerani ustidan shikoyat qilsak, qilinglar. Shikoyat qilsak emas, hozir qilinglar. Bu shunchaki o'rtaga tushib, men uni shantaj qilib, seni videolaringdan chiqarib berib olamiz degan bilan ish bitmaydi. U qilsang qilaver. Men ham video qilaman, shantaj qilyapti, men ham video qilaman deb turaveradi. men chunki O'zbekistonga chiqishim kerak-da. Menga problema bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Qarang, siz gapni eshiting, yana aytyapman. Sizni nomingizdan polisga borganingiz bilan siz yozmaysiz, eringiz yozadi. Kim kimga pul bergan bo'lsa, eringiz hisobidan chiqqan bo'lsa, eringiz yozadi. Yoki boshqa odam yozgan bo'lsa, siz yozmaysiz. Siz birga borasiz faqat. Tushundingizmi? Sizga hech qanaqa bo'lmaydi. Bemalol O'zbekistonga ham, Turkiyaga ham kelib ketaverasiz. Tushundim. Xo'p, menga rasmlarni tashlab berasizmi? Kutaman. Men sizga video rasmlarni tashlab beraman. Qizlarning rasmini, qaysi qizligini, pasportlarini hammasini tashlab beraman. Siz ko'ring. Xo'p, tashlaychi, men solishtirib ko'raman. O'sha bitta guruhmi yo'qmi? Balki O'zbekistonga kelganingizda keyin o'sha arizalarni men bu yerda olib qoldirgizaversam, kelgandan keyin agar hammani bitta odam aldayotgan bo'lsa, shu 10-15 talik guruh bor shekilli aldayotgan bo'lsa, bitta shikoyat qilinadi, shu yerda o'zida arz yoziladi-da.
yoki notarisdan ishonch jo'natasan. Bo'pti, kutaman sizdan. Xo'p, Rahmat. sog' bo'ling, boshqa o'rtaga tushmang. Hozir tashlayveraman. Xo'p, rahmat. Mana shunaqa gaplar, yana agar sizlarni tanishlaring orasida shunaqa aldanganlar bo'lsa, bu hozir 3-holat. Yana bittasi bor, u kishi kecha yozdi. Gaplashsak bo'ladimi deb, ikkita qiz ism, familiyasi, pasportlari bor, hamma ma'lumot bor. Kelib bir hafta yashab qochib ketdi deb. O'zi bunaqalar rosa ko'p. Men Instagramda hamma zaprosga ham qaravermayman. Endi bittalab qarab chiqyapman. Sahifamga obuna bo'linglar, fikrlaringizni izohda yozib qoldinglar. Nima deysizlar, bunaqa holatda nima qilish kerak? Bilaman, o'rtaga tushmaslik kerak. Yana nima qilish kerak bunaqa holatga tushmaslik uchun? Baribir sizlar ham Turkiyada yashab turib, o'sha yaqin qarindoshlaringga, Turkiyadagi turmush o'rtoqlaring qarindoshiga, O'zbekistondagi qarindoshlaringni tanishtirgansizlar-ku. Bu muammodan qochish uchun nima qilish kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldinglar.